Assalamu alaikum aziz vatandaşlar. Ben Dünya Kurultayı'nın merkezi München'den İstanbul'dan Ankara'ya qarab yolga çıkan Ali Ekber Hacim başçılığındaki aziz vatandaşlarımga salam ve hürmet bildirimen. Ali Ekber Hacim başçılık 20'den artık vatandaşlarım bir qancha gündün buyan zimistan qishda İstanbul'dan Türkiye'nin paytaxtı Ankara'ya qarab safar qilmoqda. Bular turmalarda azap çekivatkan, jaza lagerida qiynalayotgan milyonlagan qarindoshlarning ovozini dunyoga bildirish uchun jumladan Türk xalqiga va Türk hukumatiga bildirish uchun zimiston qishda bu fidokorlikni qilib bu yo'lga chiqdi. Bu insonni ta'sirlantiradigan bir hodisa. Men bu munosabat bilan Dünya Kurultayı'nın dunyoning hamma yerlaridagi rahbarlarga vakolatan bularni qizg'in tabriklayman. Shundaqla bularning bu ulug'vor faoliyatini qatnaşkan barlık vatandaşlarını Çin yürekten salamlayman. Hakikaten bu qarindoshlarımızın bu zimiston qishda bu ulug' safarga chiqishi turmalarda azap çekivatkan milyonlagan qarindoshlarımızın ahu zarlarının, jafalarının ve köz yaşlarının dünya cemaatçilik tarafından bilinişi, dünyada yistaşlık qozg'ishi jihatda intayin favqulodda ahamiyatga ega insonni ta'sirlantiradigan bir hodisa. Demek muşundaq jangovar oğul kızlarımız boğan iken, muşundaq jangovar yigitlerimiz boğan iken, bundaq jangovar yigitler boğan bir millet hergiz mu kul bolmaydı, hergiz mu mengü asaratda kalmaydı. Bu ruh Şarkı Türkistan halkını azatlık eriştirdiğin ruh, bu ruh aşı turmalarda azap çekivatkan 3 milyondan artık insanımızı çokum azat kıldığın bir ruh. Bunundan bir qancha gün ilgari Erşidin ve Zulfikar qarindoshlarimiz o'xshash fidokorlikni ko'rsatib İstanbul'dan Ankara'ya yo'lga chiqib bu safarni tamamlab butun dunyoni ta'sirlantirgandi. Endi uningdan bir qancha kundan keyin yana Ali Ekber Hacim başçılığındaki bu qarindoshlarımızın bu safari yana bir qatim dunyoni ta'sirlantiryotdi ve bütün Şarkı Türkistan xalqini bularga aprin o'qizotdi ve bütün dünya xalqini bularning bir ruhi ta'sirlantiryotdi. Bu munosabat bilan men bularga yana bir qatim hurmat bilan salom beraman ve shundaqla bularning bu safariga oq yo'l tilayman ve shundaqla Dünya Kurultayı'nın bu qarindoshlarimizning yanida bu safarda her xil moddiy, ma'naviy ve barliq yordamlarni qilishga tayyor ekanligimizni, bularning bilan birga safar birga bo'ladiganligimizni bu yoqda ifoda qilaman. Men Turkiyaga kirolmayman. Eğer kiralgan bo'lsam, berib bu seferde bu qarindoshlar bilan birga bu seferni qilgan bo'lardim. Afsuski, har xil sabablar bilan bu seferga berish imkoniyatim bo'lmadi. Shunda bo'lsa-mu, mening yuragim, qalbim mushu qarindoshlarim bilan birga, mening yordamim mushu qarindoshlarimimiz bilan yo'linglar ochiq bo'lsin. İnşallah ko'rsatgan bu tirishchanliginglar bilan yuqorida o'tgandagidek, ashu xalqimiz cho'qim azodlikka erishdi. Muşuk tirishchanliklar bilan Sharq Turkiston xalqi cho'qim azodlikka erishdi.